Assalomu alaykum. Mani yonimda Olloberdi Transport universitetini 2-kurs talabasi, yo'nalishi havo kemalarini parvoz ekspluatatsiyasi. Biz o'zimiz tilida oddiy qilib aytganda uchuvchilik deb ataladi. Bularda ta'tilga chiqishini kutdik. Sizlarga deylik juda ko'pchilik so'radi, qanaqa o'qishga kirish, uchuvchi bo'lish uchun nimalar qilish kerak, shu masalalar bo'yicha ozgina gaplashib o'tiramiz. Sizlarga albatta manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz. To'g'rimi? O'zi qarang, birinchi savol, siz bu sohaga qiziqish qanday paydo bo'ldi? Qanchalik darajada bu sizni o'sha yerga topshirishga undadi? Uchuvchilikka qiziqishim yoshligimdan bo'lgan. Yoshligimda juda samolyotlarga qiziqardim va o'sha aviatsiya bo'yicha filmlar ko'rganman, shuning uchun qiziqib qolganman o'shga. O'z yoshligidan qiziqib kelgansiz yoki birdaniga deylik shunaqa o'qish ochilganini eshitib qolib qiziqib topshirib qoldingizmi? Yo'q, o'zim yoshligimdan topshirgansiz. Nimada men ko'p uchuvchilar bilan gaplashdim. Ular aytadiki, agar deydi bu sohaga shu oyligi uchun kelaman desang, kelmay qo'yavergan bu sohaga. Lekin haqiqatda chindan bu xohlasang, qiziqsang, bu sohaga qiziqsang, kelsang bo'ladi deb aytishganda ko'pchiligi. Sababi men ko'p o'sha uchuvchilar bilan gaplashganimda ular o'sha aeroportlarda oldida vaqtini o'tkazgan, hali nima deydi, aeroport oldida samolyot tomosha qilib juda ham haligi bir naqa bo'lganda, xohish juda ham kuchli bo'lgan hamma uchuvchilarda. Shunchaki oddiy kelib o'qib uchuvchi bo'lib qolmagan. Men aytmoqchi bo'lgan narsa bu bilimdan tashqari juda ham kuchli ishtiyoq ham bo'lishi kerak, xohish ham bo'lishi kerak. Endi qarang, hozir ko'pchilik bizda hozir yo'nalish bu sohalar yangi ochildida, mana siz birinchi yilda topshirdingiz bu yo'nalish ochilganda, bu yil 2-kurs bo'lsangiz, buni ko'pchilik hali tartibi qanaqa tushungan yo'q. Shuning uchun umumiy biz misol uchun hozir ko'pchilik qiziqib turgan narsa o'qishga kirib olgungacha bo'lgan jarayonlari qanaqa ketadi, nima talablarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Odatda qarang, hozir imtihonlar qaysi fandan topshiriladi shunda? Fizika, matematika bo'ladi. Fizika bilan matematika topshiriladi. U hozir ehtimol bor, o'zgarishi mumkin. Til bo'yicha qanaqa talablar? Ingliz tili, rus tili qaysi? Ingliz tili sertifikat bo'lishi kerak, kamida B2 daraja yoki IELTS 6 daraja bo'lishi kerak. Minimum. Amaldagi sertifikati bo'lishi kerak. To'g'rimi? Sizlar nafaqat zo'r gapirishlar mumkin, lekin amaldagi sertifikatlaring bo'lish talab qilinadi. Demak, sertifikat bo'lishi kerak bo'ladi, taqdim qiladi va ingliz, fizika bilan matematikadan imtihon topshiradi. Imtihonlar undan oldin ko'pchilik tibbiy ko'rik haqida ham ko'pchilik nima qiladi-da, o'tgan safar ham qisqaroq gaplashib o'tdik. Tibbiy ko'rikdan o'tishni o'zingizdan o'zingiz o'tib borasizmi, tayyor qilib, o'zingiz yashash joyingizdan yoki umuman qanaqa bo'ladi mana shu jarayon? Birinchi bo'lib universitetga boriladi va yo'llanma olinadi. O'qishga hujjat topshiradigan payt oldin yo'llanma olinadi. Yo'llanma olinadi va o'sha tibbiy ko'rik, ya'ni aviagarodokda joylashgan, o'sha yerga borib ko'rsatiladi yo'llanma va ular o'zlari yo'g'ini ko'rsatishadi. O'sha yo'llanma bo'yicha nimadan o'tiladi, har bitta bosqichlardan. Endi u tibbiy ko'rikda ham asosan o'tgan safar ham aniq qildik, to'xtalib o'tdik. Analizlardan iboratida. Birinchi bo'lib psixologik. Birinchi bo'lib psixologik topshiradi. Psixologni topshiradi. Psixologdan test topshiradi, suhbat bo'ladi. Test bo'ladi. Keyin bir-ikkita mashqlari bor o'zini. Amaliy mashqlari, qanaqadir mantiqan qanaqa fikrlaydi, nima tushunadi degan mashqlari bor va keyin u etapdan o'tgandan keyin, bosqichdan o'tgandan keyin ikkinchi bosqich bor. Bu yerda analizlar topshiriladi. Analizlarda o'sha qon, o'sha misol uchun analizlar topshiriladi. Barcha analiz, masalan, hamma tartib bo'yicha topshirilgan analizlar, to'g'ri. Shunaqa analizlar, keyin u analizlar o'tib bo'lgandan keyin analizlar agar yaxshi muvaffaqiyatli chiqsa, uni doktorlar tekshiradi. 3-bosqichda tekshiriladi. 3-bosqichda o'sha analizlarni tekshirishadi. Qanaqa yaxshi chiqqanmi, yaxshi chiqmaganmi. Shular bilan keyin doktorlardan o'tgandan keyin o'sha bo'lakdan o'tgan bo'ladi. Bo'lakdan o'tgan bo'ladi. Endi ko'pchilik men ular kuzatib turganlarga ham ko'pchilik mana shu umumiy analizlar, umumiy tibbiy ko'rikni tushunishi mumkin, tushuncha bo'lishi mumkin, lekin mana psixologik testlardan qanaqa nima tartibi bilmasligi mumkin. Hozir qisqacha ma'lumot ham beradi, Alloh berdi. Bularda men profilni ham belgilab ketaman. O'zlarida ham misol uchun bu testlarga ham tayyorgarlik ko'rib olishlari ham juda ham muhim hisoblanadi. Sababi siz birinchi marta ko'rgan narsangizda adashib ketishingiz mumkin, lekin bir marta, ikki marta mashq qilsangiz u narsalar oddiy narsa bo'lishi mumkin. Chunki birinchi bosqichda vaqtlarga qiladi, mashqlar vaqtga qarab
belgilanadi. Ha, u vaqti orqali ham yechiladi, tezlik bo'yicha. Tezlik bo'yicha tanlanadi. Qanchalik darajada sog'lom bo'lishi kerak odam? Misol uchun qon, yuragi oddiy masalan hamma sog'lom odamga talab qilinadigan narsa yoki undan ham boshqacharoq talab? Talab o'zi ICAO qoidalari bo'yicha bor, mejdorlarning xalqaro standartlariga bo'yicha. Xalqaro standart bo'yicha. Standartlari bor o'zini. Uni menda o'zimning Telegram kanalimda bor, o'sha hamma qanaqa talablar bor o'sha tibbiy ko'rikda, tana bo'yicha, zreniya bo'yicha, hammasi bo'yicha bor. Asosiysi yurak sog'lom bo'lishi kerak. Yurakni ham tekshiradi hammasini, ichki organlarni ham tekshiradi. Birinchi o'sha psixologiyasidan o'tib olsa, u yog'i sog'lom bo'lsa o'tib ketadi. Sog'lom. Oddiy misol uchun o'zingizni bir sog'lom inson deb hisoblasangiz, masalan deylik, harbiy xizmatga borishdan oldin ham tibbiy ko'riklar shunlardan o'tadigan darajada bo'ladi menimcha. Shu yuragingiz agar joyida, oddiy sog'lom odamnikidaqa bo'lsa, qon guruhlaringiz, ko'zingizni zrenasini, ko'rish qobiliyatingiz hamma joyda ham tekshirib olsangiz bo'ladi. Shu doirada bo'lsa, qolganlarni men endi olaverda ham imkon qadar ko'pchilik hozir yordam berib, Telegram kanali ham bor, ma'lumotlar qo'shimcha yordam berib yuribdi. Imkon qadar men silkalarni qoldirishga harakat qilaman, bog'lanib olsalaring, sekin-sekin tayyorgarlik ko'rib borasizlar. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, oldindan chuqurlashtirgan tibbiy ko'rikdan o'tib, qanaqadir kamchiligingiz bo'lsa, vaqt davomida sekin to'g'irlab borganingiz ma'qul. Chunki o'qishga topshiradigan paytda birdaniga odam hali sog'lom bo'lib qolmaydi-da. Sog'lom bo'lib qolmaydi. Men o'ylayman, juda ham bir haligi odamni o'ziga ziyon yetadigan darajada sport bo'lmasa ham, hatto yengilroq suzish, boshqa yugurish, hech bo'lmasa narsalar bilan shug'ullanib turish kerak. Endi qarang, imtihonda matematika, fizikada imtihonda o'zi topshiriladi. Masalan, deylik, ingliz tilidan sertifikatingiz bo'lsa bo'ldi. Sizdan boshqa suhbat, boshqa narsa qilishmaydi. O'sha yetarli bo'ladi. Tibbiy ko'rikdan o'tdingiz, hamma hujjatni topshirdingiz, DTM kuni o'sha hamma qator bo'ladi. Imtihon ertaroq bo'ladi. Yo'q, o'sha DTM qancha bo'lsa shunaqa bo'ladi. DTM bo'yicha bo'ladi. Avvalgidan imkon qadar sal ertaroq o'tish kerak. Bor. Ha, Blake maydan boshlanib, yo'llanma berishni boshlaydi. Blake'da taxminan qancha vaqt oladi haligi nimalar? Endi u o'chiritlarga bog'liq, masalan, navbatlarga bog'liq. Siz qanchada o'tgansiz? Men 1 oyda o'tganman. Bir oy vaqt yetgan. 1 oy vaqt yetgan. Endi u payt odam ko'p bo'lgan, Demak, baribir biz bilmaganmiz. Ertaroq harakat qilganlaring ma'qul, sabab sizlarda ozgina zapas vaqt bo'lishi kerak baribir. Ertaroq harakat qilgan yaxshi, ertadan baribir. Demak, matematika, fizikadan keyin hamma yo'q bo'lgandan keyin imtihon topshirilyapti. Matematika, fizika ko'pchilik qiziqyapti-da, o'zi necha ball o'tish, to'g'ri. Endi masalan 150 balldan o'tsa hamma kiradigan emas, tepadan qarab tushib keladi-yu. O'rtacha qanaqa ballar bo'ldi kuzatib, masalan, siz topshirgan yillari, buyurtma ballar bo'yicha? Biz topshirgan yili 107 bo'lgan. Kirish balli bo'lgan bu. Grant adashmasam 139 bo'lgan. Bu yil 112 bo'ldi. Kirish balli. Grantni to'g'risi bilmayman. Sal ozgina baribir yildan yilga ko'tarilaveradi baribir. Ko'tarilib ketaveradi, chunki ko'payyapti. Talab ko'payyapti. Talab ko'payyapti. Ko'pchilik xabari bo'lmagan, endi xabar topib harakat qilib yurgan odamlar ham ko'p baribir. Ballar o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin ham psixologik tomondan, ham tibbiy tomondan, ham mana ingliz tili, ham matematika hammasidan o'tishda ham o'zi bo'lmaydi. O'qish davomida ham bitta narsa bor, o'qishga kirib olish bitta masala, lekin o'qish davomida ham doimiy sog'lomligini saqlash kerak, to'g'rimi? O'qishga kirib oldi degani bu bo'ldi, shu bilan boshqa tibbiy ko'rikdan o'tmaydi degani emas. Qanchada o'tib turiladi tibbiy ko'riklaring? Tibbiy ko'rikda 6 oyda o'tiladi. Bu 6 oylik, yarim yillik tibbiy ko'rik bo'ladi. Unda sal osonroq bo'ladi. Keyin har yili yana bitta yangilanadi. Kamida 1 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tiladi. 1 yilda 1 marta, maksimum 1 marta, 2 marta baribir tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Demoqchi bo'lganim, demak, kirib olgandan keyin ham doimiy sog'lomligini saqlash, o'zini ehtiyot qilish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, bu to'g'ri ovqatlanish, bu narsalarga o'qishga kirgandan keyin amal qilinadigan bo'lsa, demak o'qishga kirgungacha ham baribir shu hayot tarziga sekin o'tib borgan ma'qul ekan baribir. Texnika universitetida qanaqa dasturlar ketyapti? Bizniki ikkita dastur bo'yicha, bittasi O'zbekiston havo yo'llari bilan, bittasi Koreya universiteti bilan hamkorlik. Sizniki hozir shunda qaysi O'zbekiston 2+2 O'zbekiston Airways bilan O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston Airways bilan birgalikda o'tiladi.
hozir demak siz birinchi ikkinchi kurslarda transport universitetida asosan nazariy bilimlarni olasiz va keyin uchinchi to'rtinchi kursda O'zbekiston Airways'da o'quv o'quv mashg'ulot markazi, O'zbekiston Airways'ga qaraydigan o'quv mashg'ulot markazi. Bizda endi ko'pchilik haligi OTC deb o'rganib qolgan, uchiruvchi sentr deb o'rganib qolgan, u yoqda davom etadi. Deyarli amaliy bo'ladi tomonda. Bu yoqda ham nazariy ham amaliy Nazariy, amaliy bo'lib, keyin o'sha 4-kursni bitirib turganlaringda sizlarda menimcha necha yil soat ham o'sha parvozlaring bo'ladi. Menimcha parvozlaring bo'ladi. Parvozimiz bo'ladi. Keyin undan keyin menimcha o'sha type rating deyiladi. Type samolyotda kattaroq modelga o'rganamiz. Kattaroq modelga o'rganiladi. O'qish jarayoni qanaqa ketyapti? Nimalarda qiyinchilik bo'lyapti? Hozir o'qish jarayoni yaxshi ketyapti. Endi qiyinchiliklar har doim bo'ladi, faqatgina unga nima deydi, o'rganib qolasiz xolos. Moslashib qolasiz xolos. Moslashish kerak. Moslashish kerak. Keyin biz talabalik paytimizda ko'pincha bolalar chizmadan qiynalishardi. Bizda ham bo'lgan chizmada birinchi kursda. Hozir bo'lgan yo'qmi? Yo'q, hozir tugadi. Endi faqat chizmachilikda bor, endi chizishlar bo'lyapti. Faqat o'sha samolyotga bog'liq, aviatsiyaga bog'liq narsalar chizyapti. Chizmadan bolalar kerak bo'lsa bu semestrda keyingi semestrga ham topshira olmasdi, lekin qolib ketib qolishardi. Birinchi semestrimiz bo'lgan bizda. O'sha detallarni chizganmiz. 3 ta ko'rinishi, har xil detallarni iloyim mana shu o'qishlaringizni bitirib, o'zingiz xohlagan aviakompaniyalarga kiradigan darajaga yetib oling. Lekin yo'l oson emas. Faqatgina kuchli qiziqishgina odamni ushlab qoladi mana shu sohada. Lekin shunchaki kimdir dadasi xohlaganligi uchun yoki deylik kimdir boshqacha qilganligi uchun bu sohada ketish qiyin masala. Hozir keyingi masala ko'pchiligi hozir qizig'i baribir moliyaviy tomonlari. To'lov, kontrakt qanaqa ketyapti, boshqa ketyapti. Misol uchun hamma joyda ham hozir o'qishga mana byudjetlar juda ham kam ajratiladi. Menimcha byudjetdan menimcha yangi ta'lim tizimi bo'yicha birinchi yil byudjetga kirgan bo'lsa, keyingi yil ham byudjet degani kontraktga tushib qolishi mumkin. Kontraktga tushib qolishi mumkin. Lekin nisbatan baribir sizlar sohalarida to'lov qimmatroq. Endi men tushuncham bo'yicha asosan amaliyotlar uchun ko'proq pul ketadi. Chunki har bitta samolyotni amaliyot soat yig'ishingiz uchun uchib qo'nish kerak, uni yoqilg'isi bor, u samolyotda arenda xarajati bor, u billa o'rgatadigan instruktorni oyliklari bor, uni xarajatlari bor. Hozir mana universitetda o'zini 2 yillik kontraktlar yillik taxminan qanaqa bo'lyapti? Hozir birinchi kursga biz universitetga 19,800 to'laganmiz. 19,800 to'landi 1 yillik uchun. 1 yillik uchun kontrakt bu. Ikkinchi yilda ham shunaqa to'layapmiz. Bu narxlar o'zgarmadi. Bu narxlar o'zgarmadi, chunki universitetda o'qiyapmiz va nazariy bilimni olyapmiz. Hozir hali amaliyotga hali naqa qilmadik. 3-4 kurslardagi menimcha hali to'liq narx chiqmagan. Lekin bitta narsani aytish kerak, bu albatta arzon bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik aytishi mumkin-da, shuni arzon qilib qo'ysa bo'lmaydi, bepul qilib qo'ysa bo'lmaydimi deydi. Ertaga hozir taxminan mayli aytib ketaylik u narxini ham 3-4 kurslardagi menimcha endi dollar hisobida kamida 20 ming dollar bo'lsa kerak 1 yilligi, so'mda endi 50 million bo'lsa kerak yillik to'lovi. Taxminan men to'liq summani bilmayman. Shuni atrofida bo'lsa kerak. Chunki bitta narsa bor, to'g'ri tushunish kerak. Ko'pchilik aytayapti-da, misol uchun uncha qimmat, arzonroq qilsa bo'lmaydimi? Bu xarajatlar hammasi o'sha instruktori boshqa narsalarga kelib chiqadi. Mana mashg'ulotda, stimulyatorda mashg'ulot o'tiladi-yu, o'shanda ham slot degan narsa bor. Bitta samolyot bir manzildan, deylik Toshkentdan qayergadir uchib borib yoki Toshkentdan misol uchun uchib aylanib qo'nadigan holat bo'lsa, o'sha stimulyatorda ichida uchib turgan bo'lsangiz ham, siz haqiqiy dispetcherlar sizni haqiqiy samolyot uchyapti deb tasavvur qilish mumkin. Haqiqiy dispetcher samolyot uchyap turgandaqa siz bilan muloqot qilishadi, siz bilan xizmat ko'rsatishadi. Sizlar bilan muloqot qilasiz, siz ruxsat so'raysiz, ruxsat so'raysiz. O'sha bitta samolyotda bir manzildan ikkinchi manzilga qanaqa uchyap turgan bo'lsa, stimulyatorda ham deyarli undan farqi yo'q. Masalan, haligi tizimlarda ham hamma joyda shunaqa ko'rinib turadi. Biz stimulyatorligini o'tirgan odam bilishi mumkin, lekin uzoqdan ilovalardan kuzatib turgan odam buni samolyot deyishi mumkin-da.
o'shaning uchun bu qimmat. Ikkinchi masala, misol uchun deylik, davlat yoki aviakompaniya sizga $50,000 $70,000 xarajat qildi. Deylik, siz bitirib yurganda balkim uchuvchi bo'lishni xohlamay qolarsiz. Balkim sog'ligingiz to'g'ri kelmay qolar. Bu sarflangan pullar misol uchun o'zini oqlamasligi mumkin. Qaytib kelmasligi mumkin. Shuning uchun aviakompaniya pul ajratishni hisobga olib o'qishni tavsiya qilinmaydi. Chunki uni grant ajratishi 100% aniq emas. 100% aniq emas. Asosan baribir o'zlarining imkoniyatlaring bo'yicha ko'rib chiqqanlari ma'qul. Hali o'qishga kirish kerak bo'lgan harakatli bolalarda o'shalarga nima tavsiya berasiz? Asosiy diqqatini, fokusini nimaga qaratasiz? Asosiysi shu til bilan matematika, fizika fanlardan shu 4 ta fanni ushlashsa kirish oson bo'ladi universitetga. Keyin sog'liq bo'yicha sport bilan suzish, yugurish va to'g'ri ovqatlanish shular bilan shug'ullansa, tarziga o'tsa, keyin o'sha tibbiy ko'rikdan ham, imtihonlardan ham o'tib ketish oson bo'ladi. Qarang, rus tilini bilmasa o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'qish davomida o'qisa bo'ladi. Faqat o'qib olish kerak, rus tili juda ham kerak. O'qishga kirib olgungacha zarur bo'lmasligi mumkin. O'qishga kirib olguncha, masalan, o'qishda ingliz tili, matematika, fizika so'raydi asosan, lekin sizni amaliy darslarni boshlab turgan paytida, masalan, O'zbekiston Airways bilan programma bo'yicha o'qib turgan paytda asosan ustozlar, instruktorlar bular ruscha dasturlar bo'yicha uchuvchi bo'lganda bular, ularga baribir rus tili materiallar ham ko'proq rus tilida. Ularga qiyin bunaqa bo'lishi mumkin. Baribir rus tilida bilish bu yaxshi baribir. Agar sizda yetarli vaqtingiz bo'lsa, oldinda harakat qilib turgan bo'lsangiz, albatta rus tilini ham tashlab qo'ymang. Bu ham kerak bo'ladi. Mana endi sizda qanchalik ma'lumot bor bilmayman, lekin mana Koreya universiteti bilan hamkorlikda qilib turgan dasturda ularda menimcha faqat ingliz tili. Ularda faqat ingliz tili bo'ladi. Faqat hamma imtihonlar ham ingliz tilida bo'ladi. Ingliz tilida bo'ladi. Ularda rus tili programma ishtirok etmaydi. Amaliy darslarni bular Koreyada mutaxassislar o'tganligi uchun ular aslida ingliz tilida o'tadi. Keyin ko'pchilik hozir bizga mavzumizga aloqasi yo'q narsa-yu, lekin ko'pchilik mana nimani ham qilyapti. Hozir O'zbekiston Airways 2 yillik kurs e'lon qilib o'qityapti-ku, to'liq byudjet hisobida. Hali oliy ma'lumotli bo'lish kerak, texnika universitetini bitirgan, unaqa texnik yo'nalish bo'yicha bitirgan bo'lish kerak, ingliz tili, rus tilini bilish kerak. Yana qanaqadir 32 yosh bo'lish kerak. 32 yoshgacha bo'lish kerak. Men o'ylayman, siz agar hali yosh bo'lsangiz, hali yoshingiz yetarli bo'lsa, burilib boshidan shu uchuvchilik, ya'ni havo kemalari parvoz ekspluatatsiyasi bo'yicha noldan o'qiganingiz ma'qul. Sababi siz hali 4 yil o'qishda bitirguningizgacha u dastur qoladimi, qolmaydimi hali noma'lumda. Shuning uchun baribir noldan boshlaganingiz ma'qul. Imkon qadar bog'lanib, telegramlarni olsangiz ham bo'ladi. Telegramda foydali ma'lumot berib turibsizmi? Bor. Aslida nimalar ma'lumotlar berib ketyapsiz? Orada shu ko'pincha bolalar Black'dan so'rashadi. Black'dan so'rashadi, savol-javoblar. O'sha testlari, hammasi, mashqlari bor. Qanaqadir, masalan, siz universitetdasiz, biron bir yangilik bo'lib qolsa, joylab turishingiz mumkin, xabar berib. O'sha 3-kursda hozir hamma kutyapti. 3-kursda nima bo'lishini, shuni ham xabarga. Mana 3-kursda ham bularda amaliy kurslar boshlanadi. Bular qanchalik daraj bo'ladi? Umuman sizlardan kamida bir qadam, ikki qadam oldinda siz misol uchun bitta narsani ma'lumotni qidirib qiynalib o'tirmaysizda, tayyor sizga haligi boshida birinchi sizlar qaldirg'ochlarda qanaqadir qiyinchilik bo'lsa, boshqa bo'lsa, ko'rsatib ketasizlar, boshqalarga bu osonroq bo'ladi. Bemalol misol uchun olib berdi ham ko'ngli ochiq, har doim yordamga tayyor bola, imkon qadar qo'ldan kelgancha, vaqt baribir cheklangan, yordam berib aloqa chiqib turadi. Xudo xolasa aloqadamiz. Qanaqadir savollaring bo'lsa, boshqa bo'lsa bemalol chiqaveringlar. Farzandingizda yoki masalan siz o'zingizda ham juda ham kuchli xohish bor, imkoniyatingiz bormi? Men tavsiyam albatta bu sohada o'qinglar. Sababi O'zbekistonda havo kemalari juda ham ko'p sotib olishlar rejalashtirilyapti. Baribir O'zbekistonda hozir uchuvchilik defitsit yetmayapti. O'zimizdan shunaqa uchuvchilar chiqib ko'payib ketsinki, chet elda aviakompaniyalarni ta'minlasin. Misol uchun, boshqa chet elda, nafaqat O'zbekistonda, deylik, boshqa chet el aviakompaniyalarida ham ishlash anaqa bo'lsin. Nasib.
Tak, e'tiborlaring uchun hammalarga rahmat. Qanaqadir savollaring, yana alohida savollaring bo'lsa, izohda ham qoldiringlar, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Va kuzatib boringlar. Maqsadimiz faqat sizlarga shu foydali ma'lumot bo'lsin. Birorta ma'lumotni olishga qiynalib, yo'l yo'riq topolmay qiynalib yurmanglar. Asosiy maqsadimiz shu. Shu kuzatib boringlar, salomat bo'lasizlar.